Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Rasman Manchester City 25 nafar futbolchisi bilan xayrlashadi. Xaridorlar uchrashuvga taklif etildi. Bularning ichida Abduqodir Husanov ham bormi? Manchester City rahbariyati seshanba kuni o'tkaziladigan o'ziga xos ko'rgazmali uchrashuvga bir nechta klublar vakillarini taklif qildi. Unda taxminan 25 nafar futbolchi ishtirok etadi va Angliya Championshipida hamda Yevropa klublari ushbu o'yindan so'ng o'zlariga ma'qul kelgan o'yinchilarni ijaraga olish yoki doimiy transfer qilish bo'yicha muzokaralar olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozircha Jack Grealish va Calvin Phillips ijaraga qaytganidan keyin ushbu o'yinda ishtirok etishi ma'lum emas. Ularning kelajagi hozircha mavhum bo'lib turibdi. Etihadda 10 yil davom etib yuritgan Josep Guardiola klubdan ketgandan keyin shaharliklarning kelajagi qanday bo'lishi hammani qiziqtirmoqda. Yangi bosh murabbiy Enzo Maresca esa o'zining debyut mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bilan birga jamoani yangi mavsumga puxta tayyorlashga bel bog'lagan. Klub shu yozning o'zidayoq o'z tarixidagi eng qimmat transferlarni amalga oshirib, Nottingham Forest'dan Elton Andersonni 116 million funt sterling evaziga xarid qilganini tasdiqladi. Shuningdek, Jeremy Monge uchun ham Leicester City'ga 10 million funt va bonuslar to'lanadigan bo'ldi. Klub afsonalari John Stones va Bernardo Silva shartnomalari yakunlangandan keyin jamoani tark etdi. Nathan Ake esa Angliyani tark etib, faoliyatini Turkiyada davom ettiradigan bo'ldi. Joriy transfer oynasi tugaguniga qadar yana bir qator futbolchilarning ketishi kutilmoqda. Jurnalist Alan Nicholsning xabar berishicha, Manchester City ko'rgazmali uchrashuvga bir nechta klublarni taklif qilgan. Ushbu o'yinda klub akademiyasining bir qator tarbiyalanuvchilari ham o'z mahorati va iste'dodini namoyish qiladi. Uchrashuvni Angliya Championship'ining bir necha klublari hamda Yevropa musobaqalari ishtirokchilari kuzatib borishi kutilmoqda. Bu o'yin ularga ijaraga berilishi yoki doimiy transfer qilinishi mumkin bo'lgan iqtidorli futbolchilarni yaqindan ko'rish imkonini beradi. Xaridorlar uchun ko'rik vazifasini o'tab beradigan o'yinda Divanin Mukasa ishtirok etishi kutilmoqda. U Manchester City'ning asosiy jamoasi safida 6 marta maydonga tushgan va 2025-2026 mavsumning ikkinchi qismini ijara asosida Marescaning sobiq jamoasi bo'lgan Leicesterda o'tkazgan. Shuningdek, Angliya terma jamoasining sobiq futbolchisi Emil Heskeyning o'g'illari Jaden va Regan ham ushbu bahsda qatnashadi. Bundan tashqari o'tgan mavsum o'rtasida himoyadagi inqiroz sababli Watforddan ijaraga chaqirib olingan Max Allen ham maydonga tushishi kutilmoqda. Bundan tashqari loyihaga Spike Burns, Charlie Gray va Issa Kabore ham jalb qilinadi. Everton va Sheffield United'dagi ijara muddatlari tugab, yana Manchesterga qaytgan Jack Grealish va Calvin Phillips mashg'ulotlarni boshlab yuborgan. Angliya milliy terma jamoasida o'ynash tajribasiga ega har ikki futbolchining klubdagi mavqeini Enzo Maresca hal qiladi. Maresca tarkibni chuqurlashtirish tarafdori bo'lgani uchun ular yozdan keyin ham City'da qolishi mumkin. Ma'lumki, Guardiola davridagi kataloniyalik murabbiy ixcham tarkib bilan ishlashni afzal ko'rardi. Maresca esa o'xshash taktika va falsafaga ega bo'lishiga qaramay, jamoada ko'proq futbolchilarni bo'lishini istayapti. Manchester City mavsum oldi yig'ini doirasida Osiyoga yo'l oldi. Turnir Gonkongda Interga qarshi o'yin bilan boshladi. Bu bahs 2023-yilgi UEFA Chempionlar Ligasi finalining o'ziga xos takrori bo'ladi. Shundan keyin jamoa Seulga yo'l oladi va K-liga yulduzlari jamoasi hamda Atletico Madrid bilan o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazadi. Manchester City tashkil qilayotgan ko'rgazmali uchrashuvlar so'nggi yillarda Yevropa futbolida tobora ommalashib borayotganini alohida ta'kidlash lozim. Ular orqali klublar o'z akademiyasi tarbiyalanuvchilarini ijaradan qaytgan hamda asosiy tarkibga kira olmayotgan futbolchilarning skautlari va boshqa klublar mutasaddilarining namoyish qilib transfer yoki ijara jarayonlarini tezlashtirishga harakat qiladi. Manchester City'ning bu tashabbusi ham aynan shu maqsadda qaratilgan. Qadrli do'stlar, mana hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.
O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang va albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanovga kommentariyaga O'zbekiston Olg'a Abduqodir deb yozib qo'yishni ham unutmang do'stlar.